Assalomu alaykum, hurmatli No'xat Qarjima kanali xotiruvchilari. Bugungi kunga 9-yanvar 2023-yildagi dushanba kundagi sizlar bilan valyutalar hisobini tanishtiramiz. Bugun Xudoga shukr barlik banklar ishlab qoldi. Shu yerda ma'lumot olib, bizdan olsa boy post kommentar yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum, hurmatli. Biz hozir birinchi kompaniya banka keldik. Kompaniya bankda 85 so'm 50 dollar, 91 so'm 700 euro. 119 rublga hurmatli qarangizlar. Hurmatli biz hozir Boqay banka kelib, Boqay bankda 85 so'm 73 dollar, 92 so'm euro, 1 so'm 17 rublga hurmatli. Hurmatli Finka banka keldik, Finka bankda 85 so'm 73 dollar, 90 so'm 70 euro, 1 so'm 18 rublga hurmatli qarangizlar. Hurmatli biz hozir Ekoslom banka keldik, Ekoslom bankda 85 so'm 70 dollar, 91 so'm 50 euro, 1 so'm 18 rublga hurmatli qarangizlar. Hurmatli shundan No'xat Qarjima kanali sizlar bilan vaqtinchalik qo'shadi, ishingizlarga yegilik. Bugungi ish kuningiz yaxshi o'tsin demoqchimiz. Baringizlar tinchlik, omonchilik qoladi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Ko'rishishimiz uchun omon bo'linglar.